Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sırağa juruz, Washington'da sözleyimiz. Bugünkü islağa 2023 yıl 9. ayın 10. ayının 9. günü. Keçirinler vatandaşlar. Adamın hiyali bir yer tutmaydı iken koymuşunda külledi. 10. ayının 9. günü haftaga düşenbe. Bugün sizlerge vaziyetimizde etilgan bolsak, endi tünügüllerden teymen dep geldik. Bugün endi Hamas İsrail'e. Ottır şark deyimiz arlıkta Ukrayna dedi. Ukrayna doğrusu bu 2-3 günden biri mesela Hamas İsrail'e hücum kılgandan biri Ukrayna doğrusu haber yok. Şundak, cahan şundakken vatandaş, vaziyet şundak bulduken, bazı tuyuksuz tesadüf bulduken, bazı maksatlık planlık bulduken, demek maksat plan dairesinde her kandak devlet şu bu iki iş kılalayman degili bulmaydı ki. Sen tuyuksuz oturuğu çıktı, yani etimiz kaldı Amerika Koşmuş Ştatlarının siyaseti Asya, yani oturuğu şarkı degilimiz Asya koysak da, Asya'nın şark bölügü diye Irak şarkı, Cungun meselesi, Tayvan meselesi degendek. Meselelerle hepleşip doğanı tuyuksuz bu vakanın oturuğu şarkı 101 şey. Hazır bu hükümetlerini, devletlerini memez bütün dünyanın gangırtıp koydu vatandaşlar. Bundak etkanda bununla aktif muamele kılaladı mı, kılalmadı mı mesela İsrail'e. Kişiler teşvirlavatı ki onun Mossad degen teşkilatı nemiş kılıdı o. Hamas şu teyyarlıkını kılgıçı burundan haber tapmadı mı? Hücum kılış peytidin haber tapmadı mı? Mossad nemiş ki bipervalık kıldı. Yani Mossad degeni Mahbişta idaresi İsrailiyeninki organı. Nemiş kıldı bazı tenkit şunun merkezi işi vardı. Andazı yekşembe günü hem İsrailiyenin veziri Netanyahu hem İsrailiyenin hükümeti birdek digedek azı Hamas'a uruş ilan kıldı. Bu 2 günden biri hazır uruş ciddi peytkir deseniz mi boludu? Onun avval Hamas hücum kılga vaxtıda mesela İsrailiyenin canubu Gaza bilen İsrailiyenin canubu çıgra sıda yakiyede bir zalda 3000'den artık halkara festival, nakşı müzika anlaş festivali. Bu Hamas'tan kurallah grupları şeye kirip ula bilip hem keçip dalağa birbirlep çöllüki keçip atkanda okka tutup az 270'den artık müzik anlavatkan adamı cuma vatandaş müzik anlavatkan adamı etip taşladı, kırıp taşladı 270'den artık. Başkuruş meydanlarda bomba çüşke yerlerde vafat boğan ölgen İsrail'la ne nopusu adam sana kançılık önte hazır birlik umumizlik bir haber tepip bundan san çıkarga yok. Azı Hamas taraftan ölgenlerini bütün 232 didok, 200 didok. Anı tünügüllerden 500 didok. Bina iki taraftan hazır umum san nispeti bu san tek oturuluk ilan kılınmadı bırak mavşilik qarab turun ki nime desiniz? Müzik anlavatkan halkka. Kolu ya kural yok. Ya karşılık görsetke yok. Keçivatkan halkını. Okutup 270'ten artık adamını etip taşıldı vatandaş. En dehşetlik taraf yani şey deyken ki gördünüz belki siz 10. ayının 8. gün tünü gün ben bir orbitidi birildi vatandaş. Ben bir orbitidi görüstüldü 2 yaşlık 3 yaşlık bala. Vatandaşım 2 yaşlık 3 yaşlık balın tutup gelip tümür kapazının içine solap koygan gep. Nimin iş kıldınız vatandaşım? Hamas bunda kılgan emas burun. O vahşilikten en çekiye yetkende piçak koyuyor bir nimelerni işiltip dünyanı jirkendirgen idi. Bırak küçük balalarga bunda çekilganlığını men kömegen Hamas'dan hem anlamagan. Siz kandak bilmezsiz. 2-3 yaşlık balını tutup ekilip görege bakatım tömür kapazının içine sep koydu. İsiniz nime keldi, tesavvurunuzda nime peyda boldu vatandaş? Mana bugün haber. Pul qaraydigan yıllar sözlep atıdı.
Bugün Wall ko'chisi uning so'ziga asoslanganda Wall ko'chisi gazetining xabarida Hamasning kaynida Iran bor, Iranning kaynida Xi Jinping bor debdi. Tushundingizmi? Hamasning kaynida Iran bor, Iranning kaynida Xi Jinping bor debdi. Biz bu xabarga ishonmayli deb ikkilanib turishning hojati yo'q. 2 yaşlık, 3 yaşlık balını elip gelip tömür qapazga solab qo'yganligi, 2 yaşlık, 3 yaşlık Uyg'urning balısına ekilib tömür qapazga solab qo'ygan Xi Jinpingning ustobi Xi Jinpingning qilgan qilig'idir. O'xshash. Uyg'ur balalarni bostirish qaysi yo'lni tanlagan bo'lsa, Xi Jinping Hamasga shuni o'rgatgan gap. Ko'rib ekan. Vatandosh, mana hozir men so'zlab o'tirdim mana. Pul qaraydigan yillar so'zlayotdi. Qapazga sulab qo'yilgan bola 2 yoshlik, 3 yoshlik bola. Vatandosh. Hozir bundan bir savol qo'yalaymiz-ki, to'rbetlar dedi, "Musat sen nima ish qilding?" deb savol qo'ydi. Bugun biz ham Isroilga savol qo'yalaymiz. Nima degan passiblik bu? Qanday muomala qilding sen buningga? Bir devlet şurada O'rta Sharqda bir qudratli devlet, dunyoda ham birdan bir devlet sebep ilg'or harbiy qurollar bilan qurollangan. Bizning bu darajada bundaq leksiya qilishimizning hojati yo'q-da. 2 yoshlik, 3 yoshlik bolalar. Xuddi Uyg'urning bolalarını ko'rganda ko'rsangiz bo'ladi vatandosh. Xi Jinping Uyg'urning bolalarini ashunda temir qapazga soladi. Aşında tömür qapazga selep berip tecrübe qiladigan dora, ximiyalik dora, biyologiyalik doralar tecrübe qiladigan yer aşında solab qo'ydi. İşinin bununla. Hozir şu to'g'ri yezilyapti, Xitoy yezilyapti, Uyg'ur degan gap yo'q. Hozir odam atkazchiligi, odam bidikchiligi tunigan Kambodsja deydi. Bugun Kambodsjadan Bermaga ko'chdi. Bermadan O'rta Sharqqa Dubayga ko'chdi. Musulmonning jigari kerak. Musulmonning podig'i kerak. Musulmonning yana bir nimasi kerak. O'tiriga chiqib qoldi-ku, salla boshlar dunyosida. Hozir odam atkazchiligi, Xitoydagi odam atkazchilik Kambodsja, Bermadan Dubayga ko'paydi. Vatandoshlar, hozir İsrail'e sizin kolunuz, bizim kolumuz eşlemi yok, kaynaştım başka eşlemi yok. Devleti var, kuralı var, O'rta Sharq kudretlik devlet. İsrail yerlemiş pasporunu düşüp kaldı vatandaş. Sebep değil mi? Endi bugünlerden hozir Amerika Qo'shma Shtatlari bir avomatkilar gruppasi O'rta Sharq qiladi, İsrailni qo'g'dash qiladi. Devlet Müdafaa Ministeri Avustin buyruq tushdi, bu qurol bu avom markazi O'rta Sharqqa kirdi. Ko'rpaqmi? Hozir Wall ko'chisining xabariga ishonmaydigan asosingiz yo'q, pakt oldingiz turibdi. Hamas mening bilishimcha, mening ko'rishimcha hozirgacha kichik bolalar qo'l solgan emas. Bu da qo'l soldi kichik bolalarga. 2 yoshlik, 3 yoshlik bolaning temir qapaz sol Xitoyning ko'rsatgan aqli, Xitoyning ko'rsatgan yo'li İran orqali bo'lsa va yoki o'zi bevosita bo'lsin, Xitoy ko'rsatgan aql, Xitoy tepmagan yo'l, chunki Uyg'urning bolalarini, farzandlarini Xitoy ana shunday qilgan edi. Tajribaxonlar shunday ishlatgan edi. Vatandosh, ko'rdingizmi? Endi qo'shinigansiz. Hamasning kayni Xitoy bor. Mushu hükümni Amerika qila qilamamdi. Buga Wall ko'chisi deb topibdi. Wall ko'chisining degani bir tashviqot organ deyilki, nayti katta organ. Wall ko'chisi gazeti, katta gazet, dunyoda birdan bir gazet. Hukumat Amerika Qo'shma Shtatlari hukumat shunday muomala qila olamdi yo'q. Buning o'zi bir gapmi yoki prezident Bayden hukumati o'to'g'ri qaror chiqaramdi? Vatandosh, hozir Xitoyning odam o'ldirish usuli, odam o'ldirish taktikasi, qon ichish usuli, qon elish usuli, taktikasi dunyoga kengaydi. Demak, terrorist yoki zo'ravon Hamasning qo'liga o'tdi. Vatandoshim, Hamasning qo'liga o'tdi.
Şuna onun başlığı yoki Falastindan bu da qo'lladi Hamasni. Abbas qo'lladi, bura ikkisi o'tirdi, nizoh bor edi, ziddiyat bor edi Hamas bilan. Patah tashkiloti o'tirisida vatandosh. Şuna Abbas Beijing'e berib, Reis Xi Jinping'e qo'lini elib ko'rishganda mushularning hammasidan xabar bor. Mush usulni qo'llanib dunyoni cho'chitish, dunyoni qo'rqitish, Amerikani vuduqtirish, İsrailiyani gangirtish, vahshiylik bilan g'alaba qilish, Hamascha g'alaba qilish, Jungo Kompartiyasicha g'alaba qilish, hozir Uyg'urlarni bostirish, qurolsiz Uyg'urlarni bostirish. Bugün muzika anglayotgan odamlarga o'q chiqarish, qechayotgan bo'lsa etib o'ltirish, Hamascha bostirish, o'xshash. Taktikasi o'xshash, usuli o'xshash, metodi o'xshash, maqsadi o'xshash. Jungo Kompartiyasi Iron orqali Hamasni qo'lladi. Mana xabar. Pul qaraydigan yillar bugungi xabar 9-yil. 2023-yil 10-oyning 9-kuni. Niyanda shangchankan. Mana shu dunyo. Ana. Qaltis gap bo'ldi bu o'z mayli qo'yib berish, jungo bilan munosabatni yaxshilash, jiddiy munosabatlarni pasaytirish, kamaytirish hozirgi dunyoning siyosati. Gördünüzmü? Uyg'uriston rayonidan alqib chiqib, o'tdi sharqda Hamas Gazaga kirib keldi. Xitoyning taktikasi, odam o'ldirish taktikasi. Küçük narsiydi balalarını öldürüş taktikisi, qapazı sulab qo'yding. Et taqdiri nim bo'ldi? Hech kim bilmaydi uning taqdirini. Hozir Hamasning qo'lida. Uyg'urning farzandlari ana shunda Xitoyning qo'lida. Hamasning qo'lida o'tirish sharqda İsrail. Xitoyning qo'lida Uyg'uristonda. Uyg'ur farzandlari ana shunda o'xshashligiga farqi yo'q. Muşundaq vaqt Amerika Qo'shma Shtatlarini, ya'ni Xitoy bilan o'tirdiki jiddiy munosabatlarni yaxshilaymiz deb siyosatni o'tirib chiqqaniga hayronman vatandoshim, men tushunamadim, bir shaxs sifatida tushunamadim. Lekin davlat prezident Joe Bidenning siyosiy sifatida ana qo'llamoqdan boshqa chora yo'q, davlat bu. Lekin kalladan o'tmaydigan bunday ahvol aslida vatandosh. O'tinigan Uyg'uristonda qilgan ishni bugun Hamas o'rgatdi. Hamas o'tirish sharti bilan İsraillar qo'llandi. Hozir vaziyat desangiz, mana vaziyat vatandosh. Vaziyat mana, dunyo ko'rib turgan vaziyat mana 10-oyning 8-kuni van betorbit nechib baqsangiz, qapazda temir qapazda o'tirgan 6 bola, 5 bola. 2 yoshlik, 3 yoshlik bolalar. Uyg'urning farzandlari qayerda shunday o'ltirgandi? Ular qana? Hozir bu bolalarning kayinda qudratli Amerika bor. Bu bolalarning kayinda qudratli Isroiliya bor o'tir sharqda. Uyg'urning kayinda bir xudo bor. Bugungi mavzu nima vatandosh? Mavzumunda Hamasning İsrailga tuyuqsiz hujum qilishini Antony Blinken aytib tashildi. Mavzuda xabar 10-oyning 8-kuni Buyuk Iroq to'rbetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken 10-oyning 8-kuni mundaq ko'rsatdi. Hamasning İsrailga tuyuqsiz hujum qilish qisman maqsadi İsrailya bilan Saudiya Arabiston o'rtasida mümkünlükle ayrılışqa mümkün bo'lgan normal munosabatlarga buzg'unchilik qilishdir. Hamasning İsrailga hujum qilgan vaqtda dal Amerika İsrailya bilan Saudiya Arabiston munosabatini normallashtirishga qatnashadigan bir payt. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken CNN'ga mundaq ko'rsatdi. Bu rayonda normal munosabatlarni ishga oshirish intayin qiyin. Qiyin bir ish. Nurg'un masalalarni hal qilish to'g'ri keldi. Agar bu rayonda munosabatlarni normallashtirsak, bu rayonga nihoyat zo'r muqimlik olib kelamiz. Undaqda bu rayon bir necha 10 yillik davrnish, to'qinishdan saqlangan bo'ladi deb ko'rsatdi davlat ishlar kotibi Antony Blinken. Yana bir xabar. Eng ilg'or avtomatik zarbadarlar guruhi o'tir sharq yetib keldi.
Amerika armiyasi İsrailiyani qo'llaydi. Mavzuli xabar 10 aydan 8 kun Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlan. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mudofaa ministri Austin yakshanba kuni bunday ko'rsatdi. Hamasning hujumi orqali 1000 nafardan ortiq odam vafot bo'ldi. Men dedi devlet müdafaa ministri Austin Port belgilik omadki zarbadarlar grup sottur şarkı ettim. İsrailiyege yardım berishga tayyorlik qildi. Xabarlarga asoslanganda ölüm yetimge uchirgan ve g'oyib bo'lganlar orasida Amerikalar grajdanlarmi bor. Amerikalar grajdanlarmi bor. 5000 kişilik matros bilen Amatika palobisideki harbiy aeroplanlar ve hemra bulup bardıgan çarlıgıçı harbiy parxodlar harbiy kuchini ko'rsatib ahvolga taqobil turish ve texmi ko'p harbiy qurollarning Hamasga yetkazilib beriladigan har xil yo'llarini nazorat qilish vazifasini atqardi. Bunchalar harbiy aeroplanni, harbiy parxodlarni o'tirishar kelib berish Amerika'nın to'qinishning o'rlab ketishdan ansirganligini ko'rsatib berdi. İsrailiya hukumati ham yakshanba kuni Hamas qarshi urush e'lon qildi. Nayt zo'r harbiy ishlar tadbiri qo'llanib, Hamasning o'ch ilishni boshlab etdi. Buning uchun yeşil chiroq yoqdi. İsrailiya hukumati va İsrailiya vaziri Netanyahu Amerika Qo'shma Shtatlari Port belgilik avtomatik zarbadarlar grupasidan boshqa Normandiya, belgilik Roosevelt, belgilik Charlig'ichi ve qo'g'lig'ichi harbiy parxodlar, F-16, F-15, F-35 belgilik kurashchi aeroplanlarni avatib, asli shu yerda turishliq A-10 belgilik kurashchi aeroplanlar o'ttir atritini kuchaytirgan bo'ldi. Vatandoshim, zamona zo'rning tamasha ko'rning. Zamona zo'rning. Siz, biz o'zimizni obdan bilamiz, Uyg'ur biz. 1.900.000 kvadrat kilometrlik zamin Uyg'uristonning egisi biz ve şu yurtni makon tutib tarixdan bir yashab kirayotgan bir millat biz. Hozir tarafdan hujum qilib, birisi deydi bugun bu yurtning ismini G'arbiy yurt deydi. Birisi bugun bu yurtning ismini Şinjan deydi. Birisi bugun bu yurtning ismini Sharq Turkiston deydi. Uyg'urning qo'lida huquq yo'q. Kim nima desa o'zining manfaati uchun shuni deydi. Xitoy vatanda Uyg'urni yo'qotyapti deyliqidek. Chet elde Uyg'urga qarishtiryapti, sen biz ko'rib turgandek. Tunigan nopos statistikasi deb e'lon qilgan Kakariyama shu yerda o'qiydigan professoringning Uyg'ur tilida so'zlaydigan professoring kallada elevetken tırnak beyaktusu bir temim siyasi kallığı layık siyasi su yaki mini vüceyrisi yaki mini butkisi boğan bosamış nimelerde he tırnak degen çoğun gidiyor bir temim degen şunçilik bir mini butkisi boğan bosa siyasi kallığı taalluk buna kılmaydı o vatandaş. Bugün sen muşalı kege vaxtıda muşu peytde oturda nopos meselesi götürüp çıkıp şu yerdeki mesela Uyguristan'daki etnik grup planı cidelge salmakçı mı? İşte nizahı salmakçı mı? Ben dedim tügün süptürük öldü. Uygur meselesi halkara tügün süptürü oturup koyuldu. Bunun bütün dünya cevap kılış gerek. Uyguristan doğrusu gap kılış gerek. Amerika Qo'shma Shtatları siyaset belgiliş gerek. En mühimi Amerika Devlet Meclisi siyaset belgiliş gerek. Şu yerge keldi. Vatandaş şu yerge keldi. Qarab bakın hali ki yani dünya çoğu vatandaşım. Raile Davud'a muddessiz qamoq cezası ilan kıldı. Bundan 5 yıl burun 18. yılı
e'lon qilgan qamoq jazosini yaqinda oshkora qildi. Uyg'urlarga popozu tahdid. Muddatsiz qamoq jazosi. Men dedim, qo'lida bir qalam bor edi. Uyg'urning urf-odatini, Uyg'urning folklorini, Uyg'urning an'anaviy madaniyatini tadqiq qilgan ayol, Uyg'ur ayol professor edi. Muddatsiz qamoq jazosi berdi. Vatandoshim, Norvegiya Oslo Nobel mukofot ta'sis jamiyati İranlık bir ayolga yağlık majrası qiladigan bir ayolga beshiga otadigan yağlıkni majra qiladigan bir ayolga 2 qatim berdi mukofotni. Vatandoshim, bir necha nozini mukofotga nomzod qilib ko'rsatdi, qaysiga berdi? Uyg'ur degan ismni qaysiga mukofot berdi Norvegiya? Uyg'ur degan ismga qaysiga mukofot berdi? Yağlık majrası uchun İran'ga 2 qatim nügun kişi nigasarama şununla berdi. Enin evvelide. Ne miydi? Hazır isimde vardı. Yani birisi berdi. Bir advokat, İranlık advokat berdi. Her ikisinin cidili, yağlık cidili. Yağlık atımız, yağlık atmayımız degen cidelge Nobel mükafatı verildi. Can kaygısı milletin halakıtı bilen hepilişivatkan, elişivatkan Uygur'a. Yok, Rayle Davut kımı yok, yani bir Davut kımı yok. Man bunun de yani sen halkara cemiyetki ornunu körüp koysan buldu Uygar. Biz şunçu dava kıldık dedim, şunçu dava kıldık, şunçu jığılıdık, şunçu yaş döktük. Biz hiç kaçan, hiç kanday yedi kan tökmedik. Uygar birov kural tanlıgını yok. Shirin Abadi, İranlık. Bunundan burun Nobel mükafatı berge algan kişi İranlık Shirin Abadi yağlık majrası. Bu qatim yani bir ayal gıbadi İranlık yağlık majrası 2 yıl yetipti türmede 2 yıl. Rayle Davut'a muddatsiz qamoq jazosi. Mana bu dünya. Sen bilmekçi bo'lgan dünyanın hadiselerimiş o. Sen görmekçi bilmekçi bo'lgan dünyanın mohiyatimiş. Çünkü yığıştırıp kelgende senin kulağında kuş yok. Köz yaştın başka Uygar, kulağında eşitimi yok. Bu mükafat Uygur şunda teşnama halkarada bir tertip iken. Eğer o mükafat sen erişsen gep kılış hukuku eriştin degen gep. Bugün kılıvatkan gepini hesap emez. Eçiyada tori yemeydi, hiç kim ilikanmaydı. O mükafatga erişsen dünyada şunda resmiyet iken dünyada gep kılış hukuku erişken bilsen degen gep. Hazır sana söz matbuat erkinligi ya gep kılış hukuku. Gepinin toruva, gopinin siziva, gepinin gepiva deydigan hukukni beriş Nobel mükafat eliş degen gep. Vatandaş. Dünya maşa. Gördün mü? İsrailiyanın işgaçlık balları qarap bak. Nemi deysen eyran kalısa ne? Kudretlik bir devlet İsrailiyanın 2 yaşlık, 3 yaşlık balısı Hamas'tan kolunu tümür kapezgi solandı. Əcəblərini dağın nemimiz var, nemi hukukumuz var, nemi küçümüz var. Uygur'un perzentleri şundak solandı. Aşında kapezi solap koyuldu dese senin minin deydiğin nemi gibimiz var. Hiç nimimiz yok. Bugün İsrail'in balları aşında solap koyulganda dünya degen esim hoşum eken ha. Dedi ha vatandaşım, doğru mu hata mı? Bir Xitay hazır dünya kengayman, dünya hocaylık kılman dedi. Yakından bir yakıncı biz tanqidlab keldik. Bir yol bir bel vaq deb o pul bankadan chiqadigan pul, xarjlaydigan pul ketdi. Onun ko'ngil bölsünüz, bölmüsünüz ikinci gap. Bugun Xitoyning tashqari xarjlayotgan pul milyard dollardan aşağı tashviqot uchun. Bu to'g'ri keyin to'xtalamiz taqa. Tashviqot uchun milyard dollardan aşağı. Sizning bizning qo'limizda 1 dollar pul yo'q. Xitoyning tashviqota qarshi uchun sizning bizning qo'limizda 1 dollar pul yo'q. Yani şu kutsiz halatda biz köz yaşımız bilen devlet meclisiga yığılab, biz köz yaşımızını töküp Amerika Aksarayga yığılab, Uygur'un bu halga elip geldik deyli.
Ajablanadigan nimasi qarang, İsrailning 2 yoshlik, 3 yoshlik balasi temir qapazga solandi. Buning kaynida Hamasning kaynida men tunigan dedim İran var. Bugun İranning kaynida Xitoy var. Men demedim. Wol Kudsi dedim. Men tunigan eg'izdan chiqamadim. Shundaqmikinmi demedim. Chunki paket yo'q. Bugun paket keldi. Amerikaning Wol Kudsi gazet dedi ki Hamasning kaynida İran var, İranning kaynida Xitoy var. Ben ona paketini keltirdim. Uyg'urning farzandlarining ballarida qanday solagan bo'z temir qapasga. Bugun Hamas İsrailning balasi shunda solagan ekan. Demak bu o'g'itishni Xitoy o'gatdi. Moshana bilan dunyoni cho'chitalaysan dedi. Moshana bilan İsrailni cho'chitalaysan. İsrailning xo'riga urib, uni jim qo'yga asayish o'rniga tushirib qo'ya olaysan. Uni gangirtib qo'ya olaysan. 2-3 yoshlik bola qapazga qarab baq vatandosh. Temir qapazga qarab baq. Xato ketgan bo'lsa, kechiringlar vatandoshlarim. İnsan bo'lib keldik bu dunyoga, inson sifatida ketamiz, to'tag'iz gaplar qilamiz, qilmasak bo'lmaydi vatandosh. 35 milyon Uyg'ur jazo lagerida 8 milyon. Tatyaxu Davlat Majlis Avam palatasi shundaq dedi ki Bengtuvandan Aqtash kitobini hisoblab 8 milyon. Gördünüz mü? Bu 8 milyon adam ceza lagerda. Hazır chet elge çıkıp şu ceza lagerinin ahvalını sözlep bilivatkan Uygurlarıma tabi kağız mükafat verilgini yok. Yağlık macerası kaç ketim? 35 milyon ceza lagerda. Hiç kandak mükafat. Onun oyunu götürüş için, ona medet veriş için. Hey sen sağlam bol, sen mevcut bol polisen. Biz seni kollayımız deyiş için. İspat. Tariqisi de mi? Uygurga mükafat verilgen yok.